Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Navbatdagi ishimiz Namangan Toshbuloqda bo'ldi. Xo'p, o'zinamizni eni 1.20, tikkaligi 15 sm dan, oyoq qo'ydigani 30 dan bo'ldi. Podishkalarni quyib, armaturalarni sanchib, tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa ertaga quyamiz. Chiqish tushish ikki tomonlama bo'ladi. Bu yoqda ham lestnitsamiz bor. Hammomga chiqish, hammom, tualet, shunaqa joyga chiqish lestnitsasi bu. Buni ichini zasipkali qilib, mana ko'rishingiz mumkin. Ustini quysa bo'ldi, bu ham tayyor holatda xudo xolasa. Zasipkali qilib, usti bo'g'masini qo'yib qo'ydi. Bu yoqda ham bitta lestnitsa bor, chiqish, ili tushish bo'ladi. Bu zinamiz qurib bitgandan keyin buni apalkasini yechib, bunga olib o'tamiz va buni oxiri o'zlari yechib olishadi. Zinan apalkasini yechmaymiz. Ikkita zinani bo'lsa, ikkinchisiga apalka olib bergan imkoniyatingiz bo'lmasa, iloji yo'q. Bittasi qurishini kutib 10 kun, 10 kundan keyin yechib, ikkinchisiga olib o'tamiz. Ikkinchi lestnitsaning zinasini o'zingiz yechib olasizlar. Yechib berishga va'da qilmaymiz, sababi o'sha yechib beradigan vaqt kelganda u joyda ishda bo'lib kela olmay qolsak, ozgina xijolatchilik qoladi. O'shaning uchun apalkasini yechib bergani va'da qilinmaydi. Qo'rqmasdan bemalol yechilaveradi. Buni uy egasimi kim bo'lsa ham yechaveradi. Sizning apalkasini yechish 1 soatlik ish. Har qanaqa zinani apalkasini yechish. Hozir sizlarga zinani tepadan ko'rsataman. Bu qatorda armatura tashalgan. Armaturalar ham moshina bo'ldi, xudo xolasa. Tepada 2 kvadrat pleshatkasi bor, ya'ni o'sha joydan bu yergacha. Keyin kattaligi 2 metr, bu yog'i 1.20. Tepadan ko'rinishi ikki tomonlama. Bo'lni hovlini ko'rinishi bu yoq. Sizlarni tepadan ko'rinishi. Bu yog'i albatta kuzatib tursanglar, beton quyilgandan keyin holatini ham joylaymiz. Sizlar uchun beksinalar bo'ldi. Barchalarga rahmat kattakon. Kuningiz xayrli o'tsin.